Telegram kanal yurita boshladik. U Telegram kanalimizda sog'lom hayot turmush tarzini aytib boshladik. Ya'ni har kun mana 10 000 qadam, bugungi kunda hamma uchun 10 000 qadam bu normal holat. Lekin o'shanda 10 000 qadam desak, bizning ustimizdan kulishardi. Voy 10 000 qadam yurib nima homilador bo'larmidi? 10 000 qadam yurib nima bo'larmidi debda. Endi shunaqa tushunchalar bor edi o'sha payt. 10 000 qadam yuring, vaqtida uxlang, sog'lom hayot turmush tarzini qiling va to'g'ri ovqatlaning derdik. To'g'ri ovqatlanishni ham bilasizmi, o'shanda kamchilik tushunardi. Voy nima qiladi, nima non yemasa homilador bo'ladi. Voy ota-bobolarimiz non yegan, bosib non yeyishgan. Nima deysiz, shu shirinlik yemasa nima homilador bo'larmi degan skeptический deydi-ku, shunaqa отношение bo'lardi. Lekin shu guruhda shu amaliyotlarga quloq solib qiladigan qizlarimiz homilador bo'la boshladi. Sekin-sekin ular o'zini o'rtoqlarini qo'shib mana shunaqa guruhimiz katta aylanib, o'ziga bir-biriga maslahat bera boshladi qizlar. Chunki действительно bunda sog'lomlashish bor. Shundan keyin bemorlarimiz soni ko'paydi, iflos qilishdi. Shogirdlarimiz soni ko'paydi va shundan keyin klinika tashkil topdi.